Endi ko'klarda qo'llangan pichoqlarning qablarida endi baslarni tasdiqlab tomoshalarni ko'rsatamiz. Xizmatingizda Kiyevning prezidenti Boburbek polvon xizmatingizda bo'ladi. Harakatlar. Birinchi bo'lib Almurtullarni olib kelsin o'rtaga. So'ng Almurtullarni tishlarini, ko'zlarini, endi eng odamning eng shuha yeri bu tomoqning shuha yerida qayerdan bir tomoshalarni ko'rsatadi. Qani ketdi Muhammad Ali. Muhammad Ali kelsiz meni qasima. Muhash. Kelish bana maylanaydi. Ne bilan qizlarga ketib qoldingmi? Kel meni qasima. Boburbek, polvon, birinchi nimani o'ynasan? Tisma. Молодец. Tisimda bo'la, kechagi game soatda tisi tisib qolib, zo'rg'a yemlab chiqdi. Al endi birinchi bo'lib ko'rsatyaptim. Avr Almurtullarni tislarida qo'ysin, qaynoq harakat etsin. Qayrisa shapaloq urasiz, qayrmasa Boburbek polvonning betiga kelib shapaloq urasizlar. Qani ketdi. Shapaloq qaydi. Besibet, da besibet, chiqadi bola, alishla bolani. Chiqar. Ey rahmet. Hay молодец. Ne oldu? Qayırdimi? Qayırdimi? Onda ne şapaloq urmaysizlar? Men qo'rqib ketdim, qayirma ekan bilan Boburbek polvonning beti shapaloq uradigan chiqar deb edim. Al endi qilasan? Mo'yinba. Молодец. Al endi odamlarning eng shuha yeri mo'yin bo'ladi. Isinbesangiz, bas barmoqni ko'taring, qattiq bas ko'ring, bilan yerga yetilib qolasizlar. Bas ko'ring, bilancha bas ko'ring qattiq. Rahmet. Yeteldingizmi? Endi ikki polvon shakit ustozlar qaynoq harakat eding. Boburbek o'zing qayrasan, ana turadi, yaxshimi? Kirib ketib ketmasin yana. Qani ketdik, shapaloq uramiz, qani muzika. Qani ketdik, yalla deymiz.